Assalomualaykum Ahmad Boyuz kanalining ashaddiy obunachilari. Hammalaring ishlaring bilan hammalaring yaxshimisizlar? Bugungi kunimizda Namangan viloyat Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan hurmatli obunachilar, mashhur Boburjon akanning xonadonlariga kelganmiz. Boburjon akanning o'zlari yo'q ekan. Ozonda mana soat chegam 6 dan o'tdi. 6 dan o'tdi, 7 bo'lgan yo'q. Sizlarga yeb ichishlarni, mobillarni, og'riq qo'ylarga, so'liq qo'ylarga degan ma'lumotni mana sizlarga beramiz. Assalomu alaykum Sardarbek. Siz yaxshimisiz? Charchamay turibsizmi? Rahmat. Bugun qo'ylarni og'riq qo'ylar qanaqa qilib semirtirish haqida qo'yni video qilib chiqaramiz. Ponni, ha? Xalqqa foydali video bo'ladi. Foydali video bo'ladi. Kommentariyaga otangga rahmat sazdan yozib ketsa bo'ldi. Bo'ldi. Kommentda bomba qilsin. Bomba qilsin, ha? Hop, bu nima u Sardarbek? G'o'za po'chaq. G'o'zani po'chag'i. Po'chaq. Ha, buni hamma biladi. Hali paxta zavodlarida bo'ladi bu. Kepakda ilab beriladi. Ilab beriladi. Yeydimi hammasini shuni? Bitta qo'ymay, yalab tashlaydi. Yalab tashlaydi. Hozir qo'y. Oddiy hashak bo'ladi-ya, Ahmad boy. Ha. Hali yemdan oldin beriladi. Ha. Shunaqa hashagi bu. Hashagi, ha? Bu nechta qo'y hozir? Nechta qo'y bor ichkarida? Ichkarida 40 tacha qo'y bor. Qo'y hozircha oz qoldi. Hozir bugun keladi deya turibman bugun. Keladi, xudo xolasa bugun abitga tushadi qo'y. Tushadi. Evet, sizlarga kepak, qozak kepak-a? Toza kepak mana, kepakni ham ko'rsatdim. Qozak kepak, mayini. Qozak kepak. Mana. Ha, hammasini berasizlarmi shuni? Yo'q, buni hammasini bersangiz ko'plik qilib ketadi. Ko'plik qiladi, ha? Ha. Ichkarida qo'ylarni ko'rsatamiz. Mana shaydan har kuni klientlar keladi, shu eshik har kuni ochiq bo'ladi, kecha-yu kunduz kelib, ko'rib, afiga ishlagan bor. Uning o'rnida 2 partiya qo'ygan bor mana. So'rollar tayyor turibdi, hozir yemini tashlaydi, yeydi. Mana so'liq qo'ylar. Malam bor, ikkita xunoji. Mana. Qaranglar, mana shu o'g'irlarga tashlash ekan. Bitta qo'ymasdan yeyish ekan. Hurmatli obunachilar, obuna bo'lishlaring eslaringdan chiqmasin. Like bosib, kommentariy yozib, otangga rahmat Ahmadjon deb ketinglar. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Kanalimiz rivojlanishi uchun podдержкаni qilib turinglar akalar. Sizlarga mana bunaqa ma'lumotlarni, bozorda nima bo'lyapti, nech puldan bo'lyapti, hammasini aytib, ko'rsatib, qilamiz. Sizlarga hozir qo'ydi yemini aralashtirishyapti. Ungacha men pazvani bosib turamiz. Endi davat qilamiz. Qo'ylarga berish jarayoni. Ha. Qo'ylarga akirib ketyapsizmi? Akirib ketyapsiz, mana ketdi. Mana ko'rsatib, mana yo'lma-yo'l olib ketaveraylikchi. Mana o bag'dan yo'llaygan. Bu hozir hammasiga yetadimi shu yoqdagi? Hammasiga yetadi. Mana qaranglar, qo'ylar ham tayyor turibdi. Yemim dabga deb turibdi mana. Qaranglar. Mana ketdi, so'liq qo'ylar. Qaranglar. Bulardan beriladi, Ahmad boy bularni qanaqasi yemagan. Ha. Oz berasiz, ha? Mana. 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 Ishlarni qaranglar, qosoq yeydimi degan akalarimizga mana qaranglar, qosoq mana kepakni o'ziga mana shu qozoq kepakni yeb ichishlari mana qaranglar. Mana. Qaranglar, sizlarga arzon variantda baqishda haligi bir yerda Sardarbek o'ligan berishadi-da. Sizlar qosoq berakasizlar, ha? Arzona ba? Boburjon akam ko'rinmayaptilar, qaydalar? Qirg'izda. Qo'yga ketishdi. Men ertalab ozonda mana sizlarga ma'lumot mana. Qaranglar, qo'ylarni yeb ichishlarini so'loladi. Ba'zan vos turaman, hurmatli obunachilar, ag'a qarab, nartiraman da qo'ylarni ham ko'rib turasizlar. Qaranglar akalar, och bola mana. Men tinmasdan kallarini ko'tarmasdan yeyapman. Qaranglar. Mana. So'liq qo'ylar. Bularni Sardarbek
Necha puldan sotilyapti mana shu qo'ylar? Bu qo'ylar 2 million 600 ming so'mdan. 2 million 600 mingdan, ha? Ha, katta kichigiga bog'liqmi? İçinden tanlab olishoradi, o'qdim narxda. Optim narxda mana 2 million 600 ming so'mdan mana. Qaranglar, so'liq qo'ylar. Bular haftasiga keladi, qo'y. Haftasiga qo'y keladi, ha? 200 ta 300 ta qo'y tushiyor ekan haftasiga. Bugun ham qo'y keladi deyishyapti. Boburjon akam o'zlari Qirg'izistonda ekanlar mana. Qaranglar, mol ham yeydi buni. Buni mol ham yeydi. Mana qaranglar mana, mol ham yeyishini. Mollar ham hali estetika mollar bo'lganda paytida 2,5 million hech kim olmagan. 2,5 millionga molni olmagan, ha? Ha. Mana bu mollar qarang. Qasa orqali semirgan mollar 2,5 millionga olmagan. Endi bag'ini o'tkazib, hali xotirjam qilib ko'rsatdi. 2,5 millionga olinmagan mollar, odam tejaydigan mollar mana. Voy, to'laydimi? Qaranglar. Qasoq deyishini. 2,5 milliondan molni olmagan ekan. Yeb ichishlar ham, semizligini ham qaranglar, hozir kam 10 milliondan oladi. 11 million. Qaranglar, semizligini ham, etlari ham hamma yo'g'izor ekan. Mana shu qasog'ida qo'y nima yesa o'shani yeydi, Sardarbek. Hop, nimani bo'lsa ekan mana. Ketdik endi ag'da ashi bug'doylar beradilar. Ha, bundan keyin mana bug'doy. Bu qozonni nomi nima, Sardarbek? Sehrli qozon, ha? Necha kilo bug'doy tashaysizlar shunga? Mana hozircha Ahmad qozon. Ha. Hozircha qo'y ozlig'iga 2 ta qara bug'doy, 2 ta qara bug'doy, 2 ta qara makka. 2 ta qara makka. Ha. Bo'l. Yashaymiz. Suv to'ldirib qo'yasizlar ustida. Mancha bo'lsa mancha ustidan qilib qo'yamiz. O'zi bir qaynani tortib oladi. O'zi tortib oladi, ha? Bu ko'payapti Ahmad boy. Shishadi, makka ham bug'doy ham. Shishadi, ha? Mana bu qarang, bitta bug'doy bilan bitta makkani mana. Buni pishgan bug'doy ha. Buni xomi. Solishtirib ko'rishsinmi mana? Qaranglar mana. O'zi bilinadi. Sizlarga bitta bug'doy 2 hissaga qo'shiladi. 2 hissaga ko'payadi, ha? O'shancha sehrli qozon deymiz. Sehrli qozon, qaranglar mana. Hozir bundan nari tog'ariga bir tog'ora olib qo'shib kepagilaymiz. Yetadi o'zi shularga. Yetadi, ha? Yoki bular unaqa narsa ko'rmagan-da. Ko'rmagan, ha? Oz-oz berasizlar-da, ha? Ozdan sekin o'rgatib borilaveradi. O'rgatib borasiz. Buni bug'doy bilan makka tez yetiltiradi-da. Hali ko'pchilik makka ham berishadi, to'g'ri unda qilib bersa ham bo'ladi, lekin mana bu ham arzonroq bo'ladi. Ham hali qo'ylar tez yetiltiradi. Yaxshi bo'ladi-da, tanasiga suv tez yurgizadi, ha? Ha. Mana. Hop, azban bosib turaman, hurmatli obunachilar. Haligi video o'ta cho'zilib ketyapti. Sizlarga qisqacha video bo'ladi-da, biz berish yerlardan ham ko'rsatib ketamiz. Ahmad boy. Uni ekranga men nomerimni qo'yib qo'yasiz. Telefon qilsa hamma ma'lumotlarni aytib o'tib ketamiz. Aytib o'taverasiz, telefonni. Bejorat 24 soat telefon qilishsa hamma ma'lumotlar aytiladi. Bo'ldi mana. Akalar mana azban bosib turamiz endi. Mana bu men hali ko'rgan yo'q edim. Bu kepakka aralashtiradi, ha, qozon kepakka. Haligi manadan bir tog'ora makka oldi-ku, makka bo'ldi. Shunga ham kepaga aralashtirib qo'ylar beramiz, uni ham ko'rsatasiz, buni ham ko'rsating. Mana qarang. Kepak mana makkani pishirilgani aralashtirib araga berish ekan-da. Asarda men bo'lagan-da. Yemiz, ha? Emas. Endi yeb ichishini ko'ramiz qo'ylarimizda. Mana yeb ichishlar urmay qoldim, Sardarbek ketib qoldi. Mana qaranglar, oriq qo'ylar yeb ichishadi. Oz-oz berakasizlar-da, ha? Oz-oz berish ekan mana qaranglar. Yeb ichishlari zo'r mana. Bo'ladi, ha? Yem ko'rmagan-da. Yo'q, yem ko'rmagan mana. Oriq qo'llan. Suyati. Charchovlar chiqib olsa ko'rasan. Hali charchov chiqqanam yo'q, hali. Yaxshi. Mana qaranglar, yeb ichishlarini zo'r variantdan-da. Mana, kallani ko'targa yo'q bitta ham. Mana. Qaranglar. Mol ham ekan, ana molga nima yesa qo'y. Hamma shu narsani yeydi mol ham. Ana. Boy. Nima? Qaranglar, mol nima yesa, qo'y nima yesa, mol ham shuni yeydi.
Mana. Makka bug'doy pishirib yeganim hazm bo'ladi. Makka ham zo'r pishgan, bug'doy ham zo'r makka pishgan mana. Mol deyishgan. Hayvon bas turaman, qolganlarni ko'rasizlar. Qaridan ketyapti, ikkinchi qo'raga. Ha, tag'dag'aligi narsani yeb bo'pti o'zi bu tarafdagilar. Mana, qaranglar. Yeb ichishlarni mana bug'doyda solib qo'yapti. Ha, qaranglar. Yeb ichishlari zo'r bo'lgan. Mana. Kallarni ko'tarib, bu tarafcha ozroq ekan. Yeyish sal qiynalyapti, hammani. Mana qaranglar. Yeb ichishlarni zo'r bo'ldi. Mana sizlarga qisqacha video bo'ldi. Akalar, ukalar zo'r aliga bo'ldi. Yem qanchadan nima aliga bo'ldi deydi. Mana. Qaranglar. Bugungi kunimizda mana bunday qisqacha video bo'ldi. Hurmatli obunachilar. Obuna bo'lib, like bosib, otangga rahmat, Ahmadjon deb yozib ketinglar. Ammo iltimos video zo'r kesish uchun haligi nima foydalanib tiygan bo'ladi. Akalar, ukalar. Mana. Bugunimizda mana qisqacha video bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.